Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Mana navbatdagi Moskva Toshkent направлениyasidagi yo'lovchilarimiz o'z joylarini band qilib ketishmoqda. Nima deysiz amaki? Avtobus yaxshimikan? Xudoga shukr, yaxshi. Komfortmi? Tavsiya qilsa bo'ladimi? Bergan pulingizga arziydimi? Juda zo'r, yaxshi. Tavsiya qilsa bo'ladi. Nima deysiz aka? Yaxshimi? Tavsiya qilsa bo'ladimi? Dokumentlar joyida, ha? Azizlar, mana deyarli avtobusimizda oldin 50 ta, 45 ta bez dokument chiqsa, hozir o'sha 10 ta, 15 ta chiqyapti xolos. Kimdan keyin bez dokument bo'lsa, rasxod qilasizlar xolos. Ya'ni kim registratsiyasi prostrochka bo'lgan bo'lsa, migratsion kartasini yo'qotgan, patenti kuygan odamlar rasxod qiladi. 5000 rublgacha, 3000 dan 6000 bo'lishi mumkin har xil. 10 ta, 15 ta odam bo'lishiga qarabda, tamojniyda so'mkalarni tushirib o'tkazmasligimiz uchun 300 rubldan rasxodimiz bor. So'mkalar tushirmaslikka yo'q. Men so'mkamni tushirib o'taman desanglar, avtobus ateni kiradi. Sizlar ateni so'mkalarni tushirib, lentadan o'tib, pechat o'tirib, keyin avtobusga chiqishingiz to'g'ri keladi. Shunday komfortabil avtobuslar ketmoqchi bo'lsalar, bemalol telefon qilinglar. Aka, nima deysiz avtobus haqida? Zo'r. Yaxshimi? Amaki, nima deysiz? Tavsiya qilsa bo'ladimi? Shepim, yaxshimi? Allohga shukr. Shep, nima deysiz? Bo'ladi, yaxshi. Kelishaversinmi Ruslan aka? Yaxshi. Normali, nima deysiz? Zo'rmi? Azizlar, bemalol kelaverasizlar, ishonchli nomerlar ekranda.